هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz muhtaram qarindoshlarimiz, biz oldingi darsimizda mushu axloq, ya'ni Qur'oni Karimdagi va hadis va rasuldagi axloqning ifodalari, nuqtalarini yoritib kelib, biz mushu kibr, takabburlik, faxr, tafaxurlikdan iborat bu nuqtani qisqacha yoritib o'tib ketganmiz. Endi biz shu temini azroq yana cho'ridab, mushu takabburlikqa, faxriga va shundaqla o'zining qilgan faoliyat mashg'ulotlari va o'zining xususiy ibodatlaridan iborat bu narsaga tamanno qo'yib, men katta amal qildim, katta ibodat qildim, mening ma amalimga, mening ma faoliyatlarimga hech bir kishininki faoliyatlari teng kelmaydi. Men mush faoliyatim orqali men katta bir kishi deydigan mana mushundaq ideya va tuyg'uliga kap qilishning naqadar xatir to'g'risida qisqacha izohat berib o'tmoqchiman. Endi biz yuqorqi oyatning o'zida bir qur sharhladik, bayon qildik. Haqiqatan inson yer sharining o'zida kibrlanib qolsa, faxrlanib qolsa ve özünün qilgan ibadet mashg'ulotlaridan cho'ngchilik his qilib qolsa, mana bu kishininki shu cho'ngchilik qilganligi, kibrlanganligi va faxrlanganligi sababidan uning amali qanchalik buyuk, qanchalik ulug', qanchalik mo'tabar amal bo'lishdan qat'iy nazar, mana bu Allohning huzurida aslo maqbul bo'lmaydigan amal bo'lganligi bu hammamizga ayon bo'lgan bir masala. Nimishqa degan vaqtimizda bir kişinin qilgan amalining, elib borgan faoliyatlarininki Allohning huzurida maqbul bo'ladigan, Allah ini qabul ko'radigan mana shunday faoliyat mashg'ulot bo'lish uchun cho'qim bu kishininki shu faoliyatni elib berishda, shu ibodat, shu mashg'ulotlar bilan shug'ullanishda birinchi niyat maqsadi, qalbi xolis bo'lish kerak. İkinci şu kişininki şu elib borgan faoliyat mashg'ulotlari ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadis Rasul talab prinsiplarga muvofiq va uygun bo'lgan bo'lishi kerak. Sunnatga uygun bo'lgan bo'lishi kerak. Agar biz shuncha katta amal qildim deb qilib o'tib, ammo faoliyatimiz, elib borgan mashg'ulotimiz sunnatga uygun bo'lmasa, bizning faoliyatimiz sunnatga uygun bo'libdi, ammo bizning shu faoliyatni, shu amalni, shu harakatni elib berishda niyatimiz ham xolis, durust ham bo'lmasa, biz yanala Allohning rahmatiga, Allohning mana bu qilgan amalimizga ajr berishiga albatta musharraf bo'lamaymiz. Nimishqa? Chunki insonni hech qachon amal jannatga kirolmaydi. Madamiki shu amalning o'zida xolislik bo'lmagan bo'lsa, shu amal ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadis Rasulga uygun bo'lmagan bo'lsa, inson qanchalik mo'tabar, qanchalik uning vazni ig'irdek shunday amal qilib ketgan bo'lsin, bu amal insonni jannatga akrammaydigan amal bo'lib ketadi. Hatta Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu to'g'rida maxsus to'xtalgan. Shu chaqning o'zida sahoba-kiramlar, "Ya Rasululloh, sinimi shunday bo'lamdi" degan chaqda Payg'ambar alayhisolatu vasallam Alloh subhanahu va taolo meni o'z rahmatiga oldi. "Yataghammadanillohu bi rahmati." Allah meni o'z rahmatiga oldi dedi. Demek her bir bandaning amal qilishdagi, ibodat mashg'ulotlari bilan shug'ullanishdagi eng oliy g'oyasi nima? Allohning rahmatiga erishish, Allohning rizoligini qo'lga keltirish. Unda o'g'il vaqtida biz Allohning rahmatiga erishishimiz uchun, Allohning rizoligiga ham musharraf bo'lishimiz uchun cho'qim Allohning rasuli sizgan va Qur'oni Karim, hadis Rasul orqali sizlar bizga o'lcham bekitilgan prinsip
mana şu prinsipal maydonda bu amallarni ijro qilishimiz kerak. Va amallarni qilib o'tib, biz katta amal qildim, katta da'vatchi bo'lib qoldim, katta yozuvchi bo'lib qoldim yoki men katta o'zimning iqtisodiyatini boshqalarga sarf qilib men ajoyib cho'ng ish qilib o'tdim deydigan bu shu qilgan faoliyatimiz bilan, mashg'ulotimiz bilan, ibodatimiz bilan o'zimizda bir xil kibrona tuyg'uni shakllantirib qo'yadigan mana bu holat bizni barpo bo'lib qolsa, u holda ham bizning ishimiz xatarlik. U holda ham bizning amalimiz, bizning faoliyatimiz Allohning huzurida aslo maqbul bo'lmaydigan, qabul ko'rilmaydigan mana shunday amal bo'lib qoladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamninki Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan bir hadisda shunda bir haqiqat o'tirib qo'yiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilayotganki, bu kishi bunday deydi: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul." Men payg'ambar alayhisolatu vasallamning shunday deganligini men anglagandim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degandiki, Bani İsrailning o'zida 2 nafar qarindosh, 2 nafar kishi bor edi. Bular bir-biri bilan shu qadar yaqin o'tadigan do'stona muomala munosabatida bo'lgan qarindosh edi. Onun birisi bo'lsa alab davom ibodat bilan shu qadar tirishadigan, ibodatga ijtihod qiladigan, ibodat ustida o'zining kunini o'tkazadigan kishi edi. Uning yana birisi bo'lsa gunoh ma'siyatlardan, ba'zi bir savallik xatoliklardan asla qo'l uzmaydi. Davomli turdi shu ibodat ustida ijtihod qiladigan, ibodatga shu qadar hirisman bo'lgan kishining o'zi hiliqi xatoliklardan, kamchiliklardan qo'l uzmaydigan qarindoshining o'ziga sen endi bo'ldiq. Sen endi ma gunohdan qo'l uz deb davomli uning bir to'g'ri usul, to'g'ri bo'lgan bir qoida prinsip asosida tushuntirish tarafdori bo'lmasdan, har vaqt uni ayblaydigan, har vaqt uni qamchilaydigan, uning bir xil alayda zo'r darajada zarba berish xarakterlik labzalarni ishlatadigan mana shunday holat etdi. Hatto bir kunlarda bu kishini mana shu xatolik ustida uchirtib qoldi. Uchirtib qolgandan keyin haliqi kishi yana ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan, davomli ibodat bilan mashg'ul, ibodatga hirisman. Mana bu bo'lgan kishi o'zining yana bir xatolikdan xoli bo'lolmaydigan, uningdan qo'l uzmaydigan qarindoshini xatolik ustida uchirtib qolgandan keyin mana bu kishining o'ziga sen bo'ldiq. Sen endi ma xatolikdan qo'l uzmaydigan ishing bo'lib qolsa, andoq mandoq deb uningga noyat baqirib, jaqirib yurgandan keyin hali qarindosh aytganki, sen meni Rabbim bilan qo'yib qo'y. Meni Rabbim bilan qo'yib qo'yganki, sen bana nisbatan bu kadar tanbih beradigan, baqirib jaqiradigan ishingni to'xtat. Men Rabbimga o'z holimga qo'yib qo'y deb mana mushu gapni deydi ekan. Degandan keyin haliqi kishining o'zining haliqi birodarga shunday aytganki, xitob qilganki, sening gunohingni Alloh hargizmi kechirim qilmaydi, hargizmi o'qilmaydi. Alloh bilan qasamki, sen jannat ko'rmaysan. Alloh hargizmi seni jannatga kirgizmaydi deydi. Degandan keyin haliqi kishining o'zi sen endi bo'ldiq. Sen meni nazoratchilik qilib avatilganmisan? Sening o'zingga, mening o'zimga men bilan namanchi sen aralashib olasan deb shuning o'li ikkisi shunda bir munozir dialoglar bo'ladi ekan. Bir kunlarda Alloh subhanahu va taolo har ikkilasining jinini oldi ekan, qabzroq qildi ekan. Shuning o'li Alloh subhanahu va taolo hiliqi davomli ibodat bilan mashg'ul bo'lgan, qilgan ibodati bilan o'zini noyat katta oliyjanob katta bir pak bir kishi hisoblaydigan kishining o'zini o'z huzuriga akib turib, uningdan so'raydi ekan. Sen qachon niyoqi mening taqdirimga aralashadigan, qachon niyoqi mening irodamni sen bildigan bo'lib qoldi. Sen mening irodani bilamsan. Sen nima deb Alloh bilan qasam, Alloh sening gunohingni hargizmi kechirim qilmaydi degan bu labzni ishlatsan deb, hiliqi kishining o'ziga shunda bir qayg'anlik labzi shu hadisning o'zida ishlatiladi. Anandan keyin bu kishiga davzaqqa yana bir gunoh ma'siyatlardan xoli bo'lib qolgan, xoli bo'lib bo'lmaydigan, kamchiliklardan, yetersizliklardan xoli bo'lmaydigan kishini Alloh taolo o'zining rahmati bilan jannatga silab etganligi to'g'risida shunday bir rivoyat bor. Bu Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Ana yana bir hadis borki, Anas ibn Malikning hadisi. Bu Anas ibn Malikning hadisida bir kishining voqeasi tilg'ilinadi. Bu kishi davomli sahoba kiramlar bilan jihad maydoniga chiqadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan jihad ibodati bilan mashg'ul bo'ladi. Bu jihoddan qaytib kelgan vaqtida davomli masjidga kirib o'zining xususiy ibodatlarini qiladi. Sahoba kiramlar bu kishining o'zini o'zidan afzal biladi.
katta bo'ladiki, davomli buni bizdan afzal kishi bu deb hurmatlab shu qadar e'tiborlaydi. Bir kunlarda Payg'ambar alayhissalatu vassalam va sahoba ikromlar bir yerda turayotgan vaqtida tuyuqsiz bu kishi shularning oldiga o'tib qoldi. O'tib qolgandan keyin sahoba ikromlar tarafidan Payg'ambar alayhissalomga ya Rasululloh, shu kishi mana bu davomli jihad ibodatini qiladi. Jihaddan qaytgandan keyin masjidga udulda kirib, o'zining xususiy taqvoliq ibodatlari bilan mashg'ul bo'ladi deb bu kishining ta'rifatini qilgan. Shu chaqning o'zida Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu kishini chaqirib kelishga buyurgan. Bu kishi Payg'ambar alayhissalatu vassalamning oldiga chaqirilib kelgandan keyin Payg'ambar alayhissalom bu kishi yaqinlab kelayotgan chaqda yanadagi Abu Bakr, Umar va boshqa sahoba ikromlarga men bu kishining ikkizning o'ttirsida Dajjalning zarini ko'rdim. Shaytonning zarini ko'rdim men degan. Hatta Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu kishining o'ziga shunday bir savolni qo'yganki, sen mushu masjidga meningdinmi taqvo, meningdinmi katta adam yo'q degan bir ideya, bir tuyg'u bilan sen kirdingmi degan chaqda bu kishi ha men shunday kirdim degan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu sen ibodatingni qil deb buningga o'z holiga qo'ygan. Bu kishi masjidga kiriblam o'sha siziq tortib tik turib o'zininki ibodati bilan tutishib ketgan. Shu chaqda Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zining atrofidagi sahoba ikromlarga qaysingni bu kishining beshini olasizlar, beshini uzusizlar degan vaqtida Abu Bakr radhiyallohu anhu ya Rasululloh, men shu kishining beshini bir uzib chiqay degan. Abu Bakr kirgan, qarisi bu kishi sayda ibodat bilan mashg'ul bo'lib turgan. Abu Bakr ya Rasululloh, men namozda turgan, qiyomda turgan, mana bu kishining beshini men o'zimmidim deb Abu Bakr yenib chiqqan. Andan keyin Umar shunday bo'lgan. Oxirida Ali radhiyallohu anhu ya Rasululloh, men ruxsat qilinki, men uning beshini o'zay degan chaqda Payg'ambar alayhisalom, sen agar tapalasang uning beshini o'zalaysan degan. Ali radhiyallohu anhu masjidga kirib qarasa, bu kishi Alloh burun o'zining ibodatini oxirlashtirib masjiddan chiqib ketib qolgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana Ali kelib, ya Rasululloh, bu kishi Alloh burun masjiddan chiqib ketib qoldi. Masjid yo'q ekan degan chaqda Payg'ambar alayhisolatu vasallam, sen tapalgan bo'lsang kallasini alolatding. Mana mushu kishi agar o'ldirilgan bo'lsa, mening ummatimning ichida ikkitadan bir yerkasi ixtiloflashib qoldigan, ixtilof yuz bermaydi degan. Buni nima deb tushuntiramiz bu hadisdagi mazmunni desa, asosan o'zining qilgan ibodati va o'zining mashg'uloti bilan, o'zining xususiy ibodat mashg'ulotlari sababi bilan o'zini katta hisoblaydigan, men katta amal qilib ketdim, menchi bu amalni qilgan odam yo'q. Mening da'vatim, mening boshqa faoliyatlarim, mening mashg'ulotlarimni qilgan amal, mushundaq mashg'ulotlar bilan shug'ullangan odam yo'q. Men degan ajoyib amal qilib ketdik deb o'zini birinchi umrlik musulmon sanaydigan, ammo o'zidan boshqani bo'lsa kamsitib, bu degan tayinliq, bu degan hech qanday amal qilmagan inson deb boshqalarga shu qadar kamsitish nazari bilan qaraydigan, mana mushundaq bo'lishninki naqadar islomdagi xatirini Payg'ambar alayhissalatu vasallam buningda o'tirib qo'ygan. Mana mushundaq o'zicha o'zini katta hisoblaydigan, o'zini oliyjanob hisoblaydigan, o'zining da'vati, o'zining ilmi, o'zining jihadi, o'zining hijrati, o'zining xususiy ibodatlari orqali o'zini dunyoda tangdoqsiz hisoblaydigan mana mushundaq kishilar sababidan nurg'unlagan fitna va nurg'unlagan ixtilof ziddiyatining o'tirg'i chiqadiganlikqa ishorat qilingan buningda. Shuning uchun bu yerdagi hal qilib bo'lgan masala shuki, har qanday bir odam amal qilayotgan, ibodat bilan mashg'ul bo'layotgan, mayli u qanday amal qilgan bo'lsin, chuqum Allohning rasuli ko'rsatgan va Payg'ambar alayhissalatu vasallamning sunnati, sirati, ta'lim, tarbiyasiga uyg'un bir shaklda ham bu ibodat davom bo'lishi kerak. Ham ibodatni qilib o'tib, men katta amal qildim, menchi bu amalni qilgan odam yo'q deganga o'xshash bu xil faxrlanish, bu xil faxr tuyg'usi ham shu amalni qilayotgan insonlarning qalbida aslo mavjud bo'lmasligi kerak. Biz yuqorida aytdik, innalloha la yuhibbu kulla muxtalin faxur. Shaksizki Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana shu takabburlik qildigan, faxrlanadigan, o'zining qilgan ibodat mashg'ulotlari bilan o'zini katta hisoblaydigan bu kishilarni Alloh aslo yaxshi ko'rmaydi. Aslo bunday odamlarni Alloh yoqtirmaydi dedi. Alloh yoqtirmagan insonni qanchalik amal qilib ketsin, uni oqibatini bo'lmoqchi. Shuning uchun biz faqat qanday amal qilgan bo'laylik, faqat Allohning rizoligiga erishish uchun, Allohning rahmatiga musharraf bo'lish uchun shu amalni qilamiz. Hech qachon biz o'zimizni boshqalarga ko'ksitish uchun emas, boshqalarning oldida o'zimizda tangdoqsiz katta bir inson ko'ksitish uchun emas. Shuning uchun biz mana
mayli bir da'vatchi yoki olim, mayli bir mujohid yoki hijratchi, mayli biz dunyoning qaysi bir yerlarida din uchun xizmat qilayotgan, bir faoliyatlar bilan, bir mashg'ulotlar bilan, bir vazifalar bilan shug'ullanayotgan odam bo'layli. Biz o'zimizning qilgan amalini qat'iy hisoblab qolmasligimiz. Madamiki men mush amal bilan agar xolis qilgan bo'lsam, sunnatga uyg'un qila olgan bo'lsam, men Rabbimning rahmatiga erisha olsamlar, bu menga yetarli deya oladigan mana mushundaq ideyani o'zimizda albatta shakllantirishimiz kerak. Albatta shakllantirishimiz kerak. Bir inson hatto kechilir qiyamda turib o'tib, mushu kechida menchi qiyamda turmagan, qiyamda turgan adam yo'q, bo'z kerak. Men mana kechida uxlamaydigan, kechilir qiyamdor bo'lgan adam deb o'zidan hatto kechi qiyomi bilan shug'ullanganligidan faxrlanish tuyg'usi bilan kechida qiyam turgan bo'lsa, bundaq insonning shu kechida qiyamda turganidan balki uxlagan afzal bo'ladi. Nemishqa ibodat bilan faxrlanish, qilgan amal bilan faxrlanish, da'vat ilm bilan faxrlanish yoki o'zininki bugungi kunda ozg'ini boshqalardan farqli bir amalni qilib qo'yib, men katta amal qildim deb qilish, bu oxirgi hisobda bizning zirrimizga xizmat qiladigan, bizning ya'ni shu amalning natijasi va mevasi sifatida uningga bir ajr, savobga erishish bu yoqda tursin, balki bu amal oxirgi hisobda bizni davzaq so'rab boradigan amal bo'lib qolishi mumkin. Shunga Alloh taolo har bir insonning amalining yurib ketmaslik uchun, har bir insonning amalininki Allohning huzurida maqbul ko'riladigan amal bo'lish uchun har vaqt bizni mana shunday amal bilan faxrlanishdan yoki qilayotgan faoliyatlardan faxrlanishdan ogohlantirib keldi. Va shuning bilan birga Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bizni takabburlik qilmaslikka, faxrlanib yer yuzida o'zimiz cho'ng sanab maqmaslikka, har qancha takabburlik qilasiz yer yuzida yashasin tumanning yashasin deyilgan insonchilik qilasiz. U ilohlik da'volarini qilayotgan, yashar ulug'lik da'vosini qilayotgan, hatto dunyoning egisi men deb insonlarni o'ziga cho'qindirayotgan mana shunchalik insonchilik qilasiz. Ammo hamma dunyodan ketdi. Hamma Allohning huzuriga ketdi. Shuning uchun har bir inson, har bir musulmon o'zining amali bilan faxrlanib qilishdan, o'zining qilgan amal, faoliyat, mashg'ulotlari bilan kibrlanib qilishidan albatta saqlanish kerak. Shunga biz oldingi darsimizningki bir qisqacha izohat shaklida bu darsga azroq izohat berib qoldik. Allah subhanahu va taolo va taqaddas hammamizni mana shu xolislik bilan amal qilishga, hammamizni amalni qilib o'tib, mening bu amalim zot Qur'on sunnatga uyg'un bo'ldim-bo'lmadi. Mening bu amalni qilish jarayonida qalbimda azroq bo'lsa bir kibr, faxr yoki azroq bo'lsa o'zini boshqalardan ortiq hisoblaydigan bu xil kayfiyat, bu xil ideya va tuyg'ular shakllanib qoldi muqomida deb ensiraydigan, biz şu amalni qilib o'tib, mush amalimning mevasini yeyalaymanmi, yemaymanmi deb ensiraydigan mana shundaq musulmonlardan bo'lashqa Alloh muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.